Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Migrantlar ishtirokidagi janjal Bastrik nazorati ostida. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikning Yekaterinburgdagi Wildberries omborida sodir bo'lgan janjal bo'yicha hisobot talab qildi. Jinoiy ish qotillikka urinish deb baholangan. Tergov qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, omborda xorijiy fuqarolar va Rossiya fuqarolari o'rtasida mojaro yuzaga kelgan. Mushtlashuv paytida bir kishi og'ir pichoqlangan va kasalxonaga yotqizilgan. Keyinchalik Sverdlovsk viloyatidagi tergov organlari qotillikka urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hodisaning o'zi o'tgan yil oxirida sodir bo'lgan, ammo bu haqda Ural ommaviy axborot vositalari xabar berganidan so'ng keng tarqaldi. Wildberries omborida tojikistonlik 3 migrant va 2 Rossiya fuqarosi janjallashgan. Janjal paytida rossiyaliklardan biri pichoqlangan va og'ir ahvolda Yekaterinburg kasalxonasiga olib ketilgan. Pichoqlagan erkak shahardan qochib ketgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, janjalga aloqador 22 yoshli erkak qo'shni mintaqada hibsga olingan. U Rossiyadan chiqib ketishga ulgurmagan. Pichoqlashga olib kelgan mojaroning sababi hali ham noma'lum. Moskvadan Buxoro va Termizga uchgan samolyotlar tuman sabab Muqobil aerodromiga yo'l oldi. Xususan, Moskva-Buxoro yo'nalishidagi Uzbekistan Airways aviakompaniyasining HY96 reysi Navoiyga yo'naldi. Aeroflotning Afl 1876 reysi Samarqandga yo'l oldi. Shuningdek, Azimuthning Moskva-Termiz yo'nalishidagi Az 07055 reysi Samarqandga yo'l oldi. Samara shahrida migrant ishchi xavfsizlik vositalarisiz tomdagi qorni tozalayotib 6-qavatdan yiqilib tushgan. Jabrlanuvchi tez yordam mashinasi yetib kelguniga qadar olgan jarohatlardan vafot etgan. Tepalikdan yiqilib tushmay desangiz, ushbu qoidalarga qat'iy rioya qiling. So'nggi paytlarda xorijda ishlayotgan o'zbek muhojirlari orasida baland qavatlardan yiqilish holatlari keskin ko'paydi. Bu tasodif emas, xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslikning sababidir. Siz Batman emassiz, arqonsiz himoya vositalarisiz ishlay olaman deb o'zingizni ko'tarishni bas qiling. Rossiya tomonidan Ukrainadagi urushda qatnashgan andijonlik erkakka 2 yilga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlandi. U haqda Qalampur.uz xabar berdi. Hujjatda keltirilishicha, erkak 2022-yilning dekabr oyida ishlash maqsadida Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga borgan. U Moskva va Chelyabinsk shaharlarida yetkazib berish xizmatida ishlagan. 2023-yilning 15-avgustida Chelyabinsk shahar sudi unga giyohvand vositalarni noqonuniy muomalasi bilan shug'ullanganligi uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 4-qismi bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Shundan so'ng unga Rossiya tomonidan Ukrainadagi urushda qatnashish taklifi berilgan. Erkak 2024-yilning avgust oyida Rossiya qurolli kuchlariga yo'llangan va shartnoma tuzib, harbiy guvohnomani olgan hamda oddiy askar harbiy unvoni bilan harbiy xizmatga kirgan. 2024-yilning avgust-sentyabr oylarida Rossiya Federatsiyasining qurolli kuchlari tomonidan Ukraina Respublikasining Donetsk shahrini egallash uchun olib borilgan qurolli to'qnashuv va harbiy harakatlarda o'ziga biriktirilgan AK-74 o'qotar qurol bilan ishtirok etgan. Biroq snaryad portlashi oqibatida chap qo'li va chap oyog'idan jarohat olgan. Shu sababli Rossiya Federatsiyasiga qarashli harbiy shifoxonalarda davolanib, 2025-yilning sentyabr oyida O'zbekistonga qaytgan. Sud tomonidan erkak Jinoyat kodeksining 154-moddasi yo'llanish 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgan. Unga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Biroq
Og'ir jinoyat kodeksining 72-moddasiga shartli hukm qilish asosan mazkur jazo shartligi almashtirilib, unga 2 yil sinov muddati, ozodlikni cheklash, uy qamoq jazosi belgilangan. Qarzdorligi bo'lgan migrantlarning patenti yangilanmasligi mumkin. Rossiyada qarzdorligi bo'lgan migrantlarning ish ruxsatnomalari yangilanmasligi mumkin. Sud qarorlarini, shu jumladan qarzdorlik bilan bog'liq qarorlarni bajarmagan chet elliklarga patent berishni yoki yangilashni rad etish ko'zda tutuvchi qonun loyihasi deputatlar tomonidan Yangi yil ta'tilidan keyin taqdim etiladi. Bu haqda Davlat dumasining Mehnat, ijtimoiy siyosat va faxriylar ishlari bo'yicha qo'mitasi raisi Yaroslav Nilov e'lon qildi. Agar migrant ashaddiy qarzdor bo'lsa, sud qarori bo'lsa va ular to'lamagan qarzlar bo'lsa, bu ham patent berishni rad etish uchun asos bo'lishi kerak. Ushbu qonun loyihasi hukumatga taqdim etildi. U bahorgi sessiya davomida Davlat dumasiga taqdim etiladi, dedi u. Qo'mita raisining so'zlariga ko'ra, tashabbus qarzni to'lash uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Yaroslav Nilov ilgari taklif qilingan tuzatishlar Rossiya sudining har qanday qarorni qasddan bajarmaslik patentni bekor qilishga sabab bo'lishini ham xabar qilgan edi. Alisher Qodirov o'zbekistonliklarni zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyada bo'lib turgan o'zbekistonlik migrantlarni mamlakatni zudlik bilan tark etishga chaqirdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yozdi. Uning ishoning deya urg'ulashicha, Rossiyada bundan buyon vaziyat oy sayin faqat yomonlashadi. Alisher Qodirov birinchi marta Rossiyadagi o'zbekistonliklar migrantlarga mamlakatni tark etishga chaqirib, u yerga ish izlab bormaslik haqida gapirmayapti. Deputat Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinni qorlaydigan o'zbekistonliklar migrantlarga nisbatan mamlakatdagi g'ayriinsoniy holatlarga keskin munosabat bildirgan sanoqli faollardan hisoblanadi. U navbatdagi postida yana migrantlarga yuzlanarkan, ularni daromad uchun oilasining ko'z yoshlariga sabab bo'lib qolmaslikka chorlagan. Aqlingizni ishlating, Rossiyadan tezroq keting. Hech qanday daromad ota-onalar va farzandlaringizning ko'z yoshiga arzimaydi, dedi u. Rossiyada 2027-yil oxirigacha xorijiy fuqarolarning mamlakat ichida harakatlarini nazorat qiluvchi yangi axborot tizimi yangilanadi. 2026-yilda esa xorijiy fuqarolarni biometrik identifikatsiya qilish tizimi ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu haqda mamlakat hukumatining migratsiya siyosati sohasidagi rejasida so'z boradi. Hujjatda xorijiy fuqarolarning harakatlarini nazorat qilish axborot tizimini yaratish muddati 2027-yil 10-dekabr qilib belgilangan. Mazkur ishlar Ichki ishlar vazirligi organlari tomonidan Federal xavfsizlik xizmati, Transport vazirligi va Raqamli rivojlanish vazirligi tomonidan Rossiya hududlari ishtirokida olib boriladi. Shuningdek, Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2027-yilga qadar xalqaro aviakompaniyalarning aviachiptalarni bron qilish tizimlariga kirish huquqini oladi. Bu xorijiy tashuvchilarni Rossiyaga kirishi taqiqlangan chet el fuqarolari haqida oldindan xabardor qilish maqsadida amalga oshiriladi. Ichki ishlar vazirligi rejalarida shuningdek ochiq manbalarni tahlil qiluvchi axborot tizimini yaratish ham ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, hujjatda aytilishicha 2026-yil dekabrgacha xorijiy fuqarolarni biometrik identifikatsiya qilish axborot tizimini yaratish rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq 2026-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyadagi barcha migrantlar rus tilini bilish bo'yicha testlarni kompyuter orqali va masofaviy texnologiyalar yordamida topshirish haqida xabar berilgan edi.